Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onamga qasida. Onamga qasida. Muallif jurnalist G'olib Hasanov, suxandon Dilbar Vosiyeva, muhandislar Jamshid Yoqubov, Aziz Sobirov. Marhamat, tinglang. Kashtalarda onamning mehrli nigohini ko'raman. Yomg'irli kunda bolaligim yodimga tushdi. Kuzning oxirlarida tamaki yig'ishtirib olinib, daladagi yumushlar tugagach, onam kashta tikishga kirishardi. Har yili bahorgacha ishlar boshlanguncha katta kichikligiga qarab bitta ikkita joynamoz, zardivor, bolimpush, ro'yijo tikardi. Biri onam emas, qo'shnilarimiz, amma va xolalarim ham qish davomida ro'zg'or ishlaridan ortib shu bilan mashg'ul bo'lishardi. O'sha paytda ham televizor bor edi. Ayollar bola katta qilardi, lekin shundayam bekor turishmasdi. Yosh bolali ayollargacha kashta tikib o'tirardi. Ulg'ayib qolgan qizlari qo'liga ip igna tutqazib, ularga-da kashta tikishni o'rgatishardi. Ayollar biror joyga mehmondorchilikka borganida ham albatta yonida ip igna va kashtasi bo'lardi. Ba'zan qish kunlari qo'shni ayollar bir-birinikiga borib, sandal atrofida o'tirib kashta tikardi. Yarim tungacha suhbatlashib o'tirishardi. Qishlog'imizda 2 ayol kashtaga naqsh, gul chizib berardi. Ayollar mato va xizmat haqini berib kelar. Ular esa 1-2 kunda kashtaning turiga qarab bezak chizib qo'yardi. Ba'zan buni aytib o'tirishga ham hojat qolmasdi. Xizmat haqi va matoning o'lchami kashtaning turini anglatardi. Bir safar onam bergan mato va pulni olib bordim-u, bu joynamozmi yoki boshqami, nomi esimga kelmay tashlab keldim. Rassom xola ham indamay olib qolib, 2 kundan keyin tayyor bo'lishini aytgandi. Uyga kelib, kashtaning oti esimdan chiqib qolganini aytganimda onam kulib, materialiga qarab nima chizishini xolaning o'zlari biladilar degandilar. Aytilganidek 2 kundan keyin borib matoni olib kelib berganimda yaxshi chizibdilar, kutganimdan ham chiroyli chiqibdi deb tikishni boshlagandilar. Keyinchalik bozordan sotib olishgan bo'lsa-da, avvallari kashta uchun ipni ham ayollarning o'zi ipakdan tayyorlardi. Esimda, katta onam ipakdan ip yigirib berar, onam esa ularni turli ranglarga bo'yardi. Qish kunlari o'sha iplarni biz bolalar kalava qilib o'rab berardik. Ayollar har yili kashta tiksa ham kamdan kam hollarda buni sotardi. Avvalo bolalariga atardi, keyin qarindosh urug'ning to'yida sovg'a qilishardi. Ayrim kashtalarda ismlar yozilganini ham ko'rganman. Bugun avvalgidek qizlarning sepiga bir nechta bo'lmasa ham hech bo'lmaganda bitta kashta solinadi. Ammo ularni bozordan sotib olishadi. Nazarimda farzandiga atab kashta tikadigan ayollar juda kam hozir. Kelinni kuyovning uyiga boshiga kashta yopib olib borishardi. To'yxonaga kirishda ham kuyov jo'ralar kelin kuyov ustida kashta tutib turishardi.
Endi to'ylarda kelin-kuyov ustida kashta o'rniga guldor matoni ko'tarib kirishyapti. Tag'in deng, buni ham shouga aylantirishgan. Matoni kuyov jo'ralar emas, o'sha shou ishtirokchilari ko'p hollarda qizlar ko'tarib turishadi. Bizga ham har birimiz uchun onam bir nechta kashta tikib bergan. Bugun ularni eng qimmatli buyum sifatida asraymiz. Har safar bu kashtalarga qaraganimda onamning mehrli nigohini, sehrli barmoqlarini ko'raman. Bozorlik. Maktab boshlanishi oldidan o'g'lim va qizimga kiyim-kechak, daftar, qalam sotib olish uchun bozorga tushdik. Odatda bunday paytda bozor asalari uyasidek g'uvullaydi. Tiqilinch hamma bolasini yetaklab olgan. Kerakli narsa topish uchun ancha yurishga to'g'ri keladi. Qizim o'ziga kerakli narsalarni tanladi, sotib oldik. Ammo kun tushlikka yaqinlashyapti. Hamki o'g'limning ko'ngli to'lmay biror narsa olmadi. Keyingi bozor o'zim olib kelaman yoki Samarqanddagi do'konlarni ko'radi, dedi ayolim asabiylashayotganimni sezib. Uyga ana shunday kayfiyatda qaytdik. Onamning oldida o'g'limni biroz koyidim. Qo'y, indama, bu ham endi katta yigit, o'zi tanlab oladi-da kiyadiganini, dedi onam nevarasining yonini olib. Keyin ular uyga kirib ketganidan so'ng, xafa bo'lma, o'g'ling o'zingga tortgan. Bozorga borsak, ukalaringga kiyim sotib olish bir bo'lardi-yu, seniki bir bo'lardi, deb qo'ydi kulib. Xayol bolalik chog'larimga yetakladi. Maktab boshlanishi oldidan yoki yozgi va qishki kiyim oladigan bo'lsak, bozorga hammamiz, ota, onam va biz 4 farzand birga borardik. U paytlarda Urgut bozori tumanimiz markazida, hozirgidan kichik maydonda bo'lardi. Mashinalar ham, odamlar ham juda ko'p. Yurish nihoyatda qiyin kechardi. Onamning oyoqlari og'rishi sababli otam mashinani imkon qadar bozorning ichkarirog'iga haydardi. Shundayam baribir rasta-marasta yurib onam tez charchab qolardi. Men uchun uka va singillarimga kiyim-bosh juda tez topilgandek tuyulardi. Aslida esa ular birinchi duch kelgan joyda o'zlariga loyiq kiyim topilsa kiyib ko'rar, to'g'ri kelsa sotib olardik. Men esa yana boshqa joyni ham ko'raylik deb yuraverardim. Bunday tanlovlar va injiqliklarimdan onam holdan toyib qolar va oxiri otang bilan borib olib kelaveringlar, biz shu yerda o'tirib turamiz deb biror joyda tin olardi. Kun bo'yi aylanib bizga zarur narsalarni sotib olganimizdan keyin onam qani ro'yxatni qarangchi, nima qolibdi, derdi otamga. Onamning shunday odati bor edi. Bozorga kelishdan oldin albatta bozorliklar ro'yxatini yozib olardi. Hamma narsani olibmiz, faqat oziq-ovqat qoldi, derdi otam. Keyin pulingiz qolgan bo'lsa, 1-2 ko'ylaklik material olay, derdi onam. Bu ko'ylakliklarni o'zi uchun emas, biz farzandlarining sepimiz uchun olardi. Ota-onamning bir necha yildan buyon kiyilayotgan kiyimlari eskirib qolgani uchun endi o'zlaringizga biror narsa olaylik desak, bizga zarur emas, keyingi gal olamiz, derdi. Ammo har doim bu gap takrorlanar, sep uchun mato olishni esa unutishmasdi. Shuning uchun bizni uylantirayotganida yoki singillarimni uzatayotganida onam boshqalar kabi qiynalib qolmas, aksariyat matolar sandiqlaridan chiqardi. Faqat eng zarur mato va buyumlarni to'y arafasida sotib olardik. Har gal bozordan charchab kelganidan so'ng onam
narsa tanlashing juda qiyin. Kiyimga shuncha injiqlik qilasan. Erta qanday uylanasan a? O'zing tanlagan qizni olib beraman, men aralashmayman, derdi. Lekin vaqti kelib kelinni onam tanladi va menga o'zining tanlovini aytdi. Xudoga shukrki, baxtli yashayapmiz. Siz jurnalist G'olib Hasanovning Onamga qasida asaridan namunalar tingladingiz. Xayr, omon bo'ling.